Telegramda biznes boshlamoqchi bo'lsangiz yoki shaxsiy blogingizni yuritib, Telegramdan pul ishlamoqchisiz, ammo sizga Telegramda Jolly O'zbek obunachilik kanal yoki guruh kerak bo'lyapti. Qanday qilib sotib olishni ko'rib chiqamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Telegram qidiruv bo'limiga kirib, Spargalis pastki chiziq bot deb yozib olishingiz kerak. Birinchidagi chiqib kelgan aynan mana shu botga kiring. Boshqalariga ishonmang. Boshqalari bizning bot emas, fake hisoblanadi. Aynan mana shu botga start tugmasini bosib, pastdagi menyulardan xizmatlarga buyurtma berish bo'limini tanlaysiz va bu yerda ilovalar kelib chiqadi. Telegram ilovasini tanlashingiz kerak. Telegram bo'limini tanlagandan so'ng eng oxirida tayyor kanal va guruhlar menyusi bor. Ushbu bo'limni bosib olishingiz kerak. Bosganingizdan so'ng xuddi mana shunday bo'lim ochiladi. Kanal va guruh tanlash xizmati kelib chiqadi. Kanal bo'limini bosish orqali obunachilar soniga qarab narxlari o'zgaradi. Obunachilar 100% jonli bo'ladi. Admin tomonidan guruh yoki kanal sotib olsangiz sizga taxlab beriladi. Bot orqali yig'iladi. Barchasi o'zbek obunachi hisoblanadi. 10 k obunachi buyurtma bersangiz kanal uchun chegirma qilib beriladi. Guruh uchun ham obunachilar bor. Bu yerda ham obunachilar soniga qarab narxlari o'zgaradi. Barcha qo'shilgan obunachilar o'zbek jonli hisoblanadi. Spargalis botda ko'plab SMM turli xizmatlari bor. Misol uchun hozir Telegram Premium olishni ham ko'rib chiqamiz. Buning uchun Telegram knopkasiga bosib, eng oxirida Premium bo'limi bor. Ushbu bo'limni tanlashingiz kerak bo'ladi. Premium bo'limini tanlaganingizdan so'ng necha oylik yoki yillik Premium sotib olishingizni tanlashingiz kerak bo'ladi. Bunda ham 1 yillik Telegram Premium uchun chegirma bor. Tanlash bo'limi orqali Telegram nicknamingiz, ya'ni username yozib buyurtma bersangiz bo'ladi. Agarda bot manzilini topa olmasangiz, Instagram profilimiz shapkasida bot manzili bor. Kirib bemalol foydalansangiz bo'ladi. Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldirishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.